Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Ko'rib turganingizdek, biza bemorimiz bilan Deliga uchib ketyapmiz. Pasport kontroldan o'tib, samolyotga joylashdik. Mana bemorimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Qayerga ketyapsiz? Reklama. Nima uchun? Davolashga. Ismingiz nima, qayerdansiz? Xorazmdan. Otingiz nima? Dildor. Aha. Ko'rikdan o'tgandan keyin qolgan doktorlar masalasida hal qilishadi. aha. Xudo xohlasa ko'rikdan o'tib Yaxshi niyat bilan qaytamiz, xudo xohlasa. Nima muammo bilan ketyapsiz Hindistonga? Buyrak masalasi. Ko'rikda o'tishi. Tushunarli, xudo xohlasa ko'rikdan o'tasiz, klinikaga borasiz. Hech ham xavotir olmang, klinikada shart-sharoitlarni o'zingiz ko'rib, munosib baho berasiz degan umiddaman. Xo'p. Xo'p, mayli, salomat bo'ling. Sog'